2025-yil 1-may kuni Samarqand shahrida yashovchi fuqaro viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, Telegram messenjerida mavjud bo'lgan akkaunt foydalanuvchisi uning fotolavhalarini qo'lga kiritib, har xil behayo so'zlar bilan ishlov berib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatayotgani va ushbu fotolavhalarni o'chirish uchun 500 ming so'm pul mablag'i talab qilayotganini bildirib, ushbu shaxsni aniqlab, unga qonuniy chora ko'rishini so'ragan. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiber xavfsizlik bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor texnik tadbirlar davomida mazkur tovlamachilik jinoyatini Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida yashovchi 20 yoshli fuqaro tomonidan sodir etilgani aniqlanib, ushbu holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bunaqa ishlar qilishga hech kimga maslahat bermayman. Men o'z aybimga iqrorman. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Va'da beraman. Bu ishda hech kimga tavsiya qilmayman. Ya'ni kimdir videosini tarqatish yoki kimdir rasmini tarqatish bu bo'yicha ya'ni Jinoyat kodeksi va Ma'muriy kodekslarda ya'ni javobgarlik mavjud. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Va'da beraman. Olib borilgan tadbirlar davomida fuqaroning qo'l telefoni ko'zdan kechirilganda, unda turli behayo rasm va video lavhalar borligi aniqlandi. Hurmatli fuqarolar, firibgarlar va tovlamachilardan ehtiyot bo'ling.